Assalomu alaykum, hurmatli bolajonlar. Yaxshimisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Unday bo'lsa, bugun sizlar bilan yana bir bor salomatlik haqida ertak tinglaymiz. Bugungi ertagimizning nomi toza tishchalar deb nomlanadi. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Bir mamlakatda Alisa ismli qiz yashagan ekan. U ota-onasi bilan baxtli hayot kechirar ekan. Kunlardan bir kuni Alisa buvisiga mehmon bo'lib boribdi. Va buvisi Alisani shirinlik yoqtirishini bilib, unga bir hovuch shirinlik beribdi. Alisa ularni mazza qilib paqqos tushiribdi. Alisa juda ham chiroyli, xushchaqchaq va mehribon qiz ekan, ammo uning dangasalik kabi yomon odati bor ekan. Ya'ni u kechasi tishlarini yuvib yotishni yoqtirmas ekan va shirinlik yeb bo'lgach kechasi uxlab qolar ekan. Va u buvisinikiga kelganda ham buvisi bergan bir hovuch shirinlikni yeb olibdi va buvisidan ertak aytib berishini so'rabdi. Buvisi Alisani taklifini qabul qilibdi va Alisaga ertak aytishni boshlabdi. Buvisi aytayotgan ertakni tinglab yotgan Alisa uxlab qolibdi va bir tush ko'ribdi. Tushida uning ortidan kasallangan, xunuk tishlar quvib yurganmish. Alisa qancha yugurmasa, qancha qochmasa, unga bu tishlar yetib olib, Alisani o'rab olishibdi va unga "Mana ko'rdingmi, sen bizlarni shu ahvolga tushirding. Kechasi bizni tozalashni, bizni yuvishni, bizga e'tibor berishni unutding. Mana endi biz shu ahvoldamiz. Bizni bu holga tushishimizga sen sababchisan" deb uni quvlab yurishibdi ekan. Bu tushidan uyg'onib ketgan Alisa ertalab turib buvisiga ko'rgan tushini aytib beribdi. Shunda buvisi: "Qizalog'im, sen har kuni kechqurun tishlaringni yuvishing kerak. Tishlaringni yuvmaganing uchun sen mana shunday tush ko'rgansan. Tishlar bizning eng kerakli a'zolarimiz. Agar tishlarimiz kasallansa yoki ular yo'q bo'lib qolsa, biz ovqat yeyishga qiynalamiz" deb tushuntiribdi. Xatosini tushungan Alisa endi har kuni tishlarini uyquga yotishdan oldin yuvib, tozalab, keyin uyquga yotadigan bo'libdi. Shunda uning tishlari ham xursand, o'zi ham xursand bo'lib yuradigan bo'libdi. Ko'rdingizmi bolajonlar? Har kuni kechasi uyquga yotishdan oldin tishlarimizni tozalashimiz bizning salomatligimiz uchun juda ham zarur ekanligini yodingizdan chiqarmang.